dori vositalarini retsept bilan yoki retseptsiz berilish tartibini dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonida aniqlanadi. Bu yo'nalishda, ya'ni dori vositalarini ishlab chiqaruvchi tomonidan arizada ko'rsatiladi. Uni berish tartibi va ekspertiza davomida nafaqat farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazi mutaxassislari, balki ushbu sohani mustaqil ekspertlar tomonidan baholanib, bu narsa belgilanadi va ushbu jarayonimizda to'liq elektronlashtirilgan bo'lgani sababli bu sog'liqni saqlash tizimini, shu Demet axborot tizimiga to'g'ridan-to'g'ri bu ma'lumot yuboriladi va elektron retsept tizimi doirasida foydalanadi. Dori vositalarining retseptli yoki retseptsiz berilishini belgilash mezonlari quyidagilardan iborat. Bu birinchisi, bu asosiy shu original dori vositalari qanday tartibda bugungi kunda berilishi belgilanganligi. Agar xorijda ishlab chiqarilgan dori vositasi bo'lsa, ushbu ishlab chiqaruvchilar davlatida tartibga soluvchi organda qanday tartib belgilanganligi, uning faol moddasining nomi, dozasi, dori shaklidan kelib chiqib, o'ziga xosliklardan kelib chiqib, dori vositalari retseptli yoki retseptsiz berilishi belgilanadi. Masalan, askorbin kislotasi saqlovchi dori vositalari, bu tabletka yoki taranjit turidagi dori turlari, bular asosan retseptsiz beriladigan dori vositalar qatoriga kiradi. Ammo lekin ushbu askorbin kislotasini inyektsion dori turi esa bu retseptli beriladigan dori vositalari qatoriga kiradi. Shu bilan birga mana parasetamol yoki ibuprofen tarkibli ko'p qo'llaniladigan bugungi kundagi nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar, bular asosan 200-400 milligramlik yoki undan kam bo'lgan miqdordagi dori vositalari yoki sirop shaklidagi dori vositalari retseptsiz beriladi. Ushbu aktiv modda saqlovchi dorilarni 500 sondan yuqori bo'lgan dozirovkalari yoki ibuprofen va parasetamol va qandaydir boshqa moddalar tarkibida saqlovchi tayyor dori turlari, bular retseptli dori vositalari qatoriga kirishi mumkin. Nima uchun kombinirlanganlari dori vositalari retseptli qatoriga kirish mumkinligi? Bu albatta aktiv moddalarning soniga, uning dozirovkalariga, ya'ni qo'shilgandan keyin ushbu dori vositalari albatta qanaqadir qo'shimcha nojo'ya ta'sirlar keltirib chiqarishi mumkinligini inobatga olingan holda ushbu dori vositalari retseptli beriladigan dori vositalari qatoriga kiritilgan.